Leksimizni davamlaştırmayız vatandaş. Bugünkü islaha 2022 yıl 5. ayının 16. günü. Endeki mavzumundaq. Cungoda turuşluq Avrupa İttifaqı Savdogarlar Cemiyetining raisini maxsus ziyorat. Qamal qilish elib kelgan kriz tuyg'usi va vahima ichida ko'rganlarim, bilganlarim. Mavzuda xabar 5. ayning 16. gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington. Cungoda turuşluq Avrupa İttifaqı Savdogarlar Cemiyetining raisi George Wotka Cungoni to'liq tushunadigan g'arb davlatlar arboblarining biri deb qaraldi. 1982 yılı Cungoga kelgan bu nafar arbob Cungoda ilgari keyin 33 yil yashagan. Bu Germaniyalik yaqinda Amerika ovozining ziyoratini qabul qilib, Cungoning yuqumli virusini 0 darajaga tushirish uchun elib berayotgan qamal qilish harakatlaridan umidsizlanganligini ko'rsatdi. O mundaq ko'rsatdi. Jungo doiralarining qattiq qo'l harakatlaridan Jungoda kishilar vahim his qilishga boshladi. Kishilarning bundaq kriz tuyg'usi 1989 yildagi Tiananmen voqeasidan va 1997 yili Osiyoda yuz bergan pul muomala krizisidan olib ketdi. Muşu cümle kelganda unutib qolmay, hozir ikki jumla qo'shib qo'y vatandosh, kechiring meni. 1989 yillik Tiananmen voqeasi buni Yevropaning ta'siri bilan portlagan voqea deyli. 1997 yili Osiyoda yuz bergan pul muomalasi. 1997 yili 2. ayning 5. gün Urumchi G'o'ljida shahar, Ili shahar, G'o'lji shahrida ko'tarilgan namoyish. Birleştirip qarab beqing vatandaş. Asiyada iqtisod sohasida krizis, G'o'ljida ko'tarilgan namoyish Uyg'urlarning vatanparvarligidan foydalanib, bostirish bilan davlatni aminlikka chaqirish. Masalan, 1991 yili Rossiya butun Yevropa yemirilish davriga kirdi. 1990 yil 4. ayning 5. kuni Jungo Kompartiyasi Aqto'ning bari yezisida qurolliq bostirishni yo'l qo'ydi. Demak, Uyg'ur xalqi aqlli, sazgur millat fursatda Uyg'urning dardini namoyish va o'zining kuchini ko'rsatish bilan o'ttirib olib chiqdi. Va bunda o'ttirib olib chiqishdan foydalangan Xitoy Kompartiyasi hukmronlari bostirish bilan o'zining davlatining ichki qismidagi aminlikni qo'lga keltirdi. Bu yomon murakkab voqealar vatandoshlar. Bunun gazı bizden tahlil qilishim imkoniyat yo'q. Biz yugurib ketib etib so'zlayotgan, yugurib ketib etib yezayotgan bir millat vatandosh. Hamma voqealarni birlashtirib qarasangiz, mana shunday qildim. 2009 yildagi voqea shu. 2008 yilda ikkilamchi kriz, butun Amerikada boshlangan, butun dunyoda yuz bergan ikkilamchi kriz. Iqtisodga bevosita hujum qilib kelganda bu kriz Xitoy Wang Yang Shaoguanda helaqa voqeani paydo qilib, yana Uyg'urlarning vatanparvarligidan foydalanib, Uyg'urlarni bostirish bilan o'zining Xitoy hokimiyatini, Xitoy davlatining aminligini yoki aminlikka chaqirish, aminlikka undashni ishga oshirdi vatandosh. Davomini anglanglar. 1997 yil Osiyoda yuz bergan pul muomala krizisidan olib ketdi. Wotka Savdogarlar Cemiyetining yana boshqa bir arbobi Rowlanda Berger bilan birlashib, Jungoda yuqumli virus va qamal qilish harakati Rossiya-Ukraina urushining Yevropa Ittifoqining Jungodagi shirkatlari ko'rsatgan ta'siri to'g'risida tekshirish doklati e'lon qildi. Tekshirish shuni oshkorladiki, Jungoda hammani qamal qilish uchun qo'llangan tadbirlar, ziyorat qilingan 23% şirket xodimlarining Jungoga solgan mablag'ini boshqa bozorlarga yo'tkab ketishni qaror qilganligini ko'rsatib berdi. 2022 yilning boshlarga solishtirganda bir hassa ko'paydi bundaq shirkatlar.
Yana başka ziyaret kılıngan kişiler içinde 3'ten 2 kısım kişiler ularning bu yıllık tapavat ve keriminin 10% töllep ketadiganligini bildirishdi. Vodka mundaq ko'rsatdi. Davomli 0 darajaga tushirish harakati bilan shug'ullanganda Jungo iqtisodi qaytirib kelgili bo'lmaydigan ofatga giribdor bo'ladi. O mundaq ko'rsatdi, agar Jungo hadislar qamal qiladigan odatlarini o'zgartmaydigan bo'lsa, ta'minlash liniyasining asosida Jungodan ayrilib ketishiga sabab bo'ladi. G'arb davlatlari shirkatlari nihoyatda qimmatga to'xtaydigan dasmoyi sarfiyotiga bardoshlik beralaydi deb qaragandimi, selishtirganda Jungoda iqtisodiy faoliyat elib berayotgan g'arb davlatlari shirkatlari qamal qilish elib kelgan muqimsizlikqa bardoshlik berolmaydi. U mundaq ko'rsatdi, 310 ming bosog'liq shirkat ve dükkanlar faaliyet kılıvatkan bir şehirde, Şanghay'da demekçi. Şehirde fakat bir neçe min şirketinin faaliyet kılışığı yol koyulup, başka şirketler takılıp gitti. Şuna bu ahvalda iqtisodga ko'rsatadigan ta'sir tasavvur qilg'ilib olmaydi. Beijing shahri hozir yerin qamal qilish holatida turibdi. Şanghay'da kirib chiqishi cheklash 80% yetdi. Demek Şanghay'a kiradigan, chiqadigan odamlar 80% azayib ketdi. Beijing'da kirib chiqishi cheklash 30% yetdi. Beijing shahriga kiradigan, chiqadiganlar 30% saviyada tuvallab ketdi. Masalan, Guangdongda yo'l yurguchi mashinalarning qatnash eqim miqdori 15% tuvallab ketdi. Saudi ticaretle mağdığan maşineler var. 15% tüvellep get Guangdong.